Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Bugun sizlar bilan biz Toshkent viloyati Angren shahridagi mashina bozoriga keldik. Bugun hozir obzorimizni boshlaymiz. Iloji boricha arzonroq mashinalar bilan boshlaymiz. Birinchi mashinamiz mana shu Tiko bo'ladi. Bu yili necha ekan? 98. Yili 98. Ishlar qayerda bor, rasxodlari? Rasxodi yo'q. Motor korobka qanday? Hammasi yaxshi-ya. Kraska kaltagan joylar qayerda bor? Ozmoz bor. Ozmoz bor, suyaklari. Yaxshi. Suyaklari butuni. Hop, balonlarimiz yangi ekan. Uni rangi qanaqa bo'lyapti shunda? Rangi Xo'p. Oldiga ahamiyat beradigan bo'lsak, oldlari yaxshi. Yorilgan joylarga ahamiyat beramiz. Motori moy yemayapti-ya. Benzinni qancha yeyapti bu? 5-6 ta yeydi. Orqa bagajni ochib o'rak. Orqalarimiz yaxshi, ma'nosi o'zi zavodskiy. Zaklyopda turibdi. Salon holatini ko'radigan bo'lsak, hop, obshivkalarimiz yaxshi, yirtilib osilmagan, yangiday bo'lib turibdi. Chirigan joylari yo'q. Yana ko'rishlaringiz mumkin. Taglari ham tekis o'tiribdi. Tepadagi bagajlarimiz ham bor ekan. Oldida mana pardochoklarimiz bor. Ay arzonlashmaydi. Bu narx qancha ekan? 2200. 2200. Kelishiladigan joylari bor. Bor. Bozor qancha qildi? Bozor qilyapti. Bozor qilyapti. Telefon nomerni aytib yuboring unda. 94lik. 94lik 215 215 4340. 4340. Kimda $2000 pullari bo'ladigan bo'lsa, naqdga mashina olmoqchi bo'lsanglar, mana shu Tikoni tavsiya qilaman. Do'stlar, keyingi mashinamiz mana shu Spark bo'ladi. Holatini bir marta ko'rib olasizlar. Kapotlarimiz mana. Boltlari buralmagan. Hermetikasi ham hammasi tekis bo'lib turibdi. Oldiga qaraydigan bo'lsak, oldlari ham mana butun, umuman yorilgan joylari yo'q. Oldiga ahamiyat beradigan bo'lsak, mana ekranlari almashmagan, mana zaklyopkasida turibdi. 14-yil 163 ming yurgan, kraska toza, gazi bor, hadovoylari, yurish-turishlari zo'r. Bemalol probeg kraskani tekshirtirib oladilar. Gazlari bormi? Gazlari bor. 6200 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. 6200. Yo'q, 6000 yo'q ekan. Xo'p. 6000 ga berib yuborar ekan. Kesinglar yana ozgina o'tib beramiz. 6000 dan ham yana ozgina o'tib berar ekan. Nomerni yozib oling. Hozir. Salon holatini ko'radigan bo'lsak, Sivkalari yana yaxshi chizilmagan. Suv turibdi. Tak.
Qaylariga ahamiyat bergan bo'lsak yaxshi. Yorilgan joylari yo'q. Tak, mis qattiq bo'lib turibdi. Ichki salon holatimiz. Orqa eshiklarimiz mana almashmagan zavodskiy boltlari bilan turibdi. Eshik zaklyovkalariga ham ahamiyat beramiz. Germetikasiga ham ahamiyat beradigan bo'lsak, hammasi uni bir tekisda turibdi. Eshik almashmagan. O'ziniki. Bu eshigiga ahamiyat beradigan bo'lsak, boltlari mana buralmagan, kraskalari ham ko'chmagan, yangiday bo'lib turibdi. Orqa eshik boltlarimiz mana buralmagan. Orqa bagajni ochib ko'rsatadigan bo'lsak, Abo, telefon nomerini aytib yuboring. 94lik 94lik 177 177 0313. 0313. Xo'p, keyingi mashina Hozir qiling. ikkita odam. Xo'p, Bu keng 2019 o'zi 2020. Kraska orqa bagajda ozgina pitachasi bor. aha. Joy toza. 120 mingan, 4 paklagan gaz. Polni shubka qilgan. Tushtirish yaxshi. 3-chi pozitsiya Sakadeska. Lyuklarimiz bor, avtomat korobkada. Mashina zo'r yangi. Yonini ko'radigan bo'lsak, yoni orqa holatini ko'radigan bo'lsak, zazorga e'tibor qaratamiz. Zazorlarimiz tekis. Kapotlarni ochib orqadan Orqa bilan bitta kapotini ochib ko'rsak. mutaxassissizda siz. Orqasini bitta ochib ko'rsatadigan bo'lsak, reski zavod zaklyovkalariga ahamiyat bersak, zavodskiy bo'lib turibdi zaklyovkasi. Hop. Aviolari almashmagan zaklyovkada turibdi. İçlerini shumka qilib qo'yibdi. Buyoqlarni ochishda iloji bo'lmadi. Tak, kapotiga ahamiyat beradigan bo'lsak, orqa kapoti ham mana germetikalari yaxshi, bir tekisda bo'lib turibdi. Kapot almashmagan. Oldin ko'rsatadigan bo'lsak, zo'r mashina. tak, Shuncha qilingan. hech qanaqa mana zaklyovkalari joyida, boltlari buralmagan, ekranlari hammasi yaxshi. Oldiri mana tekis bo'lib turibdi. Angren nima degaysizlar? Angren avtoda siz o'z chiqsa kerak. Hop, Aka, kim? bu yoqdagi. Buning narxi qancha degandingiz?
10800 kelishamiz. 10800 Olmagan kelishadi. nomerni aytib yuboring. Yili nechida aka aytib oling. Telefon nomeri boyagi nomerga telefon qilaverasizlar. Keyingi mashinani ko'radigan bo'lsak, Nexia 3 holatini bir marta ko'raverasizlar. Kapot salgina ochiq turibdi. Kapotimiz almashmagan ekan. Birato'la mashinani tekshirib ham o'tyapmiz. Oldilari yaxshi. Tak, mau ekran almashmagan. Al kapot almashgan o'xshab turibdi. Hop. Bu oldi eshigimiz yaxshi o'ziniki. Hozir reklama qilyapti, Angrenda katta bo'ladi. Hop. Orqa eshigini bilmay turibman. Eshigini Qaysi surat ekan? tak. Oldi eshigimiz almashmagan zavodskoy. Orqasi ham yaxshi. Barlarimiz bor. Merz deflektor. Tak, probegimiz ko'radigan bo'lsak, 153 ming. Hozir orqasini ham ochib ko'rsatamiz. Rahmat sizlarga. Qaysi biri kerak? Plombalari joyida. Buni ham orqasini ochib tekshira olmaymiz. Shunqa qo'yibdi. Kapotiga ahamiyat beradigan bo'lsak, kapotini ham o'zlari tekshirib borasizlar. Balon holatimiz hop nechi? 15 lik balon saka diskada. Yo'q, bu yoqda. Bu mashinaning kraska joylari qayerda bor? Almashgan. Sarvar akani biling, so'rang ash bo'ladi. Qaysi mau sariq? Sarvar aka? O, mashinani qayerda kraskalari bor? Nexia 3da. Uni gaz toza degani bat chiqib qoldi. Ko'rib oladi. Ustida. Ustida ko'rib oladi. Ha, ustida ko'rib olaveradi. Ko'rib oladi. Hatta kraskasi yo'q degan kraska chiqib qoldi. Narx qancha ekan buni? 8 ming. Yili necha? Yili 20. Yili 20. Egasi toza deb aytgan ekan, lekin qaraganda kraskasi chiqib qoldi. Men taxminimga ko'ra mana bu kurlos almashgan. Telefon nomeri boyagi nomerga telefon qilaverasizlar. Nexia 3 Gentra Spark hammasi bitta nomerda.